O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori 9-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida axborot kutubxona markazlari, mahallalar va barcha tashkilotlarda ayniqsa yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida haftada 1 kun, 1 soat mutolaa qilish orqali o'z ustida ishlash va kitob o'qish odatini shakllantirish, mahallalarda oilaviy kitobxonlikni rivojlantirish uchun siz aziz hamshaharlarni barcha qulayliklarga ega bo'lgan Angren shahar axborot kutubxona markaziga taklif etib qolamiz.